Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda internet olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sport Plus kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar mujiklar, tinchmisizlar? Bayramlar yaxshi o'tkazib oldinglarmi? Bu gapim bir ikkita negativ sportsmenlar, o'zimizda o'zbek sportsmenlarga gapim borda. Shuni ham chiqarali qilasizlarmi? Shuni ham chiqarali negativ bildirasanmi? Shunday ko'ra olmaysanmi? Gaping bo'lsa mana o'zimizga kelib gapir, mana lichkamga yoz, mana zalga gaplash olaveramiz, lubevrema. Internetga kirishachalik o'xshab yozib, negativ bildirib, u bu qilasan, labovoy kelib gaplash. Shuni ham chiqarali qilasanmi? Bizani sizlar hech chiqaysinga boka bilan chiqarali joyimiz yo'q. Men nabort xursand bo'laman, O'zbekistonning bayrog'ini ko'taribdi, o'zbek biza, hammamiz bitta biza. Bu gapim bir ikkita negativ sportsmenlarga, yaxshi mujiklar bor, sportsmenlar. Har doim men ular bilan birgaman, mujiklar bilan, sportsmenlar bilan. Bir ikkita negativ, bir ikkita sportsmenlar borki, menda yozib bilan melki kirisachalar deydi-da, gaping bo'lsa, kezal gaplash olamiz. Nima qilasan? Chiqarali qilib, chiqarali qilsang Alloh taolo bermaydi. Ana shunday borki, pas qilib qo'yadi. Havas qilish kerak. Joyga tushib qoldim, Nursultonjon. Jahlimni chiqaradigan narsa O'zbekistonimizning qoq yuragida, Humo arenada bitta Nikulin degan o'z nomi bilan bilasiz, mashhur masxaraboz bo'lgan. Uni olib kelib, qo'yib, kimgadir mishok qilib berib, O'zbekistonning nomidan qo'yayotganlariga, undan tashqari haligi u baqir-chaqirlarga fikringiz qanaqa aka? Aka, meni ichimdagi gaplarni aytadigan bo'lsam, og'ir bo'lib ketadi. Shuning uchun nima deyman? Birinchi o'rinda bularni to'xtatish kerak. Bizning yoshlarimiz shulardan ko'rib buzilib ketyapti. Ertaga kim shularni qo'llab-quvvatlab, kulib qo'llab-quvvatlab turgan odam bo'lsa, uylaridan farzandi, jiyani, aka-ukasining bolalari shunaqa chiqadi, dardini hech kimga aytolmasdan uyda o'tiradi. Shuning uchun hozir to'xtatish kerak bularni. Qimor reklama qiladigan haromxo'rlar video olayotgan paytida, paddeshga kerak bo'lgan paytda Allohni eslab turib video qilib qo'ysa, hammalaring o'shalarga o'tib paddeshga qilasanlar. Nima demoqchiman bu gapim bilan? Ulug'bek Kikashev sport blogerlari uchun konkurs e'lon qildi. iPhone 17 Max podarka qilaman dedi. Yutgan odamga kommentariyaga o'zingizlarga yoqqan, o'zingizlar kuzatadigan sport blogerlarining kanalini atmetga qilinglar dedi. Kommentariyaga kirib ko'rsam, haromxo'r, ana Allohdan qo'rqmaydigan isqirtlar qimor reklama qiladigan kanallarda paddeshga berib hamma atmetga qilib yotdi. Qolgan paytlar hamma u yomon odamni o'limiga sababchi bo'lyapsan, har xil gaplar qilasizlar. Paddeshga beradigan paytda paddeshkani berib qo'yib turib, qolgan payt so'kin negativ fikr bildirib yuraverasizlar. Liboy payti turib qo'yilashdi odamlarga, Allohdan qo'rqmaydigan odam. Qimorda reklama qilib turib, paddeshga so'rayotgan paytida Alloh uchun deb turib, Allohga gapirib qo'ysa, hamma mana zo'r deb turib, dakansa gazovat qilib qo'yasizlar. Men o'zimga so'ramayapman. Qimor reklama qilmaydigan kanallar juda ko'p. O'shalarga paddeshga qilinglar, o'shalarda qanaqadir sponsorlari yo'q. Kanallaridan shuncha vaqtini ajratadi, e'tibor qiladi, hech kim bir pul topmaydi. O'sha bolalarga paddeshga qilib qo'yinglar, hech bo'lmasa o'sha bolalar telefon yutsin. Men o'zimga so'ramayapman. Misol uchun Uzubu Sport TV bor, Infight bor, shunga o'xshagan kanallarni paddeshga qilib yuborish kerak lekin. Qadrli do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqani bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha. Qadrli do'stlar, kanalimizda chiqayotgan har kunlik videolar uchun albatta kanalimizga like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Eng so'nggi yangiliklar esa faqatgina bizning kanalda bo'ladi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha. Xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Videos kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.